Esletme, Uyghur bir medeniyliship bolghan millet. Abdori Erkin Sidiq. 2018-yil 7-ayning 20-kuni. İngilizceda medeniyet uqumi bilan munosabatlik so'zlardan mundaqlari bor. Culture, kultur, medeniyet. Civilization, medeniylishish. Burunqi davrdan medeniylishish davriga kirish. Civility, medeniylishish davriga kirish bilan vujudga kelgan nazokat, adab, yo'sin, adab axloq va qoida yo'sin. Amerikaning sobiq prezidenti George Washington 16 yoshga kirganda bir qoida yo'sinliq odam ish harakatda qandoq bo'lishi kerakligini tasvirlaydigan 110 hikmat degan bir kitobchini bayqaydi. Shuningdan keyin u bu hikmatlar o'zining bir yaxshi odam bo'lishiga yordam qiladiganligiga cho'nqur ishinib, o'zining kundalik turmushida shu hikmatlar bo'yicha ish qilishga boshlaydi. Washingtonning ko'plagan esil fazilatlar bor bo'lib, ularning ichidagi madaniy, qoida yo'sinliq bo'lish xarakteri, civility, Washingtonni mo'tavarlikda boshqalardan alohida farqlantirib turadigan qilib, uni yana hamma odam hurmatlaydigan bir shaxs va intayin unumdor lider o'rniga chiqardi. Hozirgi zamon o'lchamlari bo'yicha qaraganda, Washingtonning tushunchasidagi madaniy adab qoidaning vaqti allaqachon o'tib ketdi. Ammo u o'ynaydigan rol hozirmi kuchga ega. Ya'ni adab qoidalik bo'lish, boshqalarga hurmat bilan muomala qilish bo'lib, u kishilar o'rtasidagi munosabatni siyliqlashtirdi hamda boshqalarga mehribonlik bilan muomala qilishga ilib bordi. Uyg'urlar nihoyatda baldur medeniyatlashib bo'lgan millatlarning biri. Uyghur zemini xeyli uzun tarixiy davr ichida O'rta Osiyoning madaniyat markazi bo'lib mavjud bo'lib turgan. Boshqa barliq turkiy qabilalarga madaniyat tarqatgan millatmi Uyghur. Turkchada medeniylishish degan so'z uchun ishlatilgan Uyg'urlik degan so'z Uyg'urdan kelgan so'z deb qaraladi. Lekin hozir hammamizning ko'rib turayotganimizdek vatandagi Uyg'ur xalqining beshiga kelgan zulmning kun sayin ig'irlashib mengishiga agishib, chet eldagi WhatsApp qatorliq ijtimoiy taratqulardagi Uyg'ur jamoat ichida kishilar bir-birini ayblaydigan, bir-birini qo'pol so'zlar bilan tanqidlaydigan va bir-birini qaloq so'zlar bilan haqoratlaydigan hodislarning soni shiddat bilan ko'payishga boshladi. Ozroqmi maxsus tarbiya ko'rmay, yo'lda ketib siyosiy bayonotchi, siyosiy da'vatchi va siyosiy yetakchi bo'lib olgan ba'zi kishilarning boshqalarga qartib degan gaplarda ishlatgan so'zlari nihoyatda qo'pol, nihoyatda qaloq va nihoyatda sat bo'lib, odam ba'zida garchi bu kishilar hozir 21-asrda yashayotgan bo'lsa-mu, ular madaniyatlashish tarixiy davriga texicha to'liq kirib bo'lolmabdi deb o'ylashga majbur bo'lib qelyotdi. Bu xil ahvolning Uyg'urlarga bo'lgan ziyni nihoyatda zo'r. Ichki jihatda u yolg'iz Uyg'urlarning har qanday ishda o'zaro birlasholmasligi va o'zaro hamkorlasholmasligini keltirib chiqarib qolmay, bir qism oliy ma'lumotliq, bilimlik va iqtidorliq Uyg'urlarning millat uchun aktiv xizmat qilayotgan kishilar sepiga qo'shilishini
to'sib qo'yvatıdı. Başqacha qilib aytsaq, hozir ba'zi ijtimoiy taratqulardagi Uyg'ur jamoatlari sesib, qurtlab ketgan ko'lchaklarga o'xshab qolgan bo'lg'achqa, pokiz yashab, o'ginib qolgan kishilar undaq ko'lchaklarga sakrab tushishni xohlamayotidi. Meningcha, bir qism bilimlik va qobiliyatlik, ammo yuzini biz Uyg'ur ziyolilarining millat uchun aktiv xizmat qilish sepiga kirmasligining asosli sabablarining biri ana shu. Tashqi jihatda Uyg'urlarning ijtimoiy taratqulardagi holati, Uyg'urchini biladigan chet elliklar va Uyg'urlarni yaqindan kuzatib turayotgan chet el hukumat organlarining Uyg'urlar ustidan bir tayini yo'q millat, texicha taraqqiy qilmagan millat deb yakun chiqarishiga sabab bo'layotdi. Esingizda bo'lsinki, chet eldagi Uyg'urlarning ijtimoiy taratqularda yozganlarini va deganlarini inglizchaga tarjim qildirib, yaqindan tekshirib va kuzatib turadigan chet el hukumat organlari bor. Uningdan boshqa Uyg'urchini biladigan chet elliklar bo'libmi, oliy ma'lumotli chet ellik ziyolilarmi bor. Uyg'urlar masalasi ustida qalam tavirtib, hozir Uyg'urning beshiga kelgan zulmlarni dunyo xalqiga anglitayotgan chet elliklar ichidami Uyg'urchini biladiganlar bor. Ovozingizni yuqori qilib so'zlash bilan siz hargizmi boshqalarga bilimlik ko'rinolmaysiz. Sat, qo'pol va qaloq so'zlarni ishlatib, nutq so'zlash bilan siz hargizmi boshqalarga nopozliq ko'rinolmaysiz. O'zingiz maxsus tarbiya ko'rmagan yoki o'rganmagan bir sohada uzun va qalaymaqon so'zlash orqali siz hargizmi boshqalarga bir liderdek ko'rinolmaysiz. Ashundaq qilish orqali sizning bir bilimlik odam, bir nopozliq odam yoki bir lider bo'la olishingiz texmo mumkin emas. Ulug' nutqlar to'qinish yoki surkilish jarayonida vujudga keladi. Ular naiti cho'ng manfaat bilan munosabatlik ishlarning oqibatini tushuntirish uchun so'zlanadi. Undaq nutq anglag'uchilarga intayin kuchli hissiyot bilan yetkaziladi. Shunlashqa ulug' nutqlarning xuruji ziddiyat, cho'ng manfaat va kuchli hissiyotdan tarkib topadi. Sizning nutq so'zlashdan maqsadingiz anglag'uchilarda ma'lum o'zgarish hosil qilish, anglag'uchilarning ish harakatida tafakkur qilish usulida va ularning hissiyotida o'zgarish paydo qilish. Ammo siz boshqalarga sesiq gap qilish yoki boshqalarni zangli qilish orqali ularda o'zgarish hosil qila olmaysiz. Agar siz nutqingizda anglag'uchilarni xaf qiladigan, ularga hujum qiladigan, ularni mazoq qiladigan, ularga hurmatsizlik qiladigan yoki ularning yuzini to'kadigan so'z iboralarni ishlatadigansiz, ularni hargizmi o'zgartirolmaysiz. Hech bo'lmaganda ularni siz aslida umid qilgan taraqqida o'zgartirolmaysiz. Shunlashqa siz so'zlagan nutqning ko'zlagan unumga erishish uchun siz cho'qim qoida usulliq, boshqalarni hurmatlaydigan, kamtar va boshqalarga ko'ngil bo'ladigan bo'lishingiz kerak. Siz bir ideyaga hujum qilsangiz bo'ladi, ammo ma'lum bir ideyaning egasiga hujum qilmang. Bo'libmi, tanishuvchilarning orasidagi biror odamga hujum qilishdan qattiq saqlaning. Bir ideyaga qancha qattiq hujum qilgan siri siz shuncha qoida usulliq bo'ling. Madaniy, adab axloqliq siz ishlatgan so'z sizning ovozingiz va sizning pozitsiyangiz orqali
namoyon bo'ladi. Bir qism ahvollar ostida chet eldagi har bir Uyg'ur bir millatga, ya'ni Uyg'ur millatiga vakillik qiladi. Shunlashqa har qanday makon, har qanday zamon hamda Uyg'urlar va g'ayri Uyg'urlarning hammasining oldida millatga to'g'ri vakillik qilishga butun kuchingiz bilan tirishing. Men bu yozmamni o'zimning bir do'stining tövəndiki bir abzas sözü bilan oxirlashtirman. Naql 200-limichi saxta qahramonlar bilan to'lib ketgan Uyg'ur davosi haqiqatan o'zida saqlanayotgan ajallik xatoliklarni ko'rishga ojiz kelyotidi. Maydonsiz va tuhmatxo'r Uyg'urlarning ko'pligidan nurg'un kishilar o'rinsiz bo'xtonlardan qechib maydonga chiqishdan va avangard bo'lishdan voz kechib sukut qilishga yoki bo'lmasa tuhmatlar va besim ichida qadamlarni elishga majburiy bo'layotidi. Allah tuhmatxo'r va aqlsiz siyosatni o'z hissiyatiga moslashtirishga mayli bor kishilarning aqliga kelishiga madadkor bo'lg'ay. Allah Uyg'ur xalqimizni bu zulmlardan tez orada qutulishga nasib qilg'ay. Naql tugidi. Bu maqolani fidokor inimiz tahrirladi.